Hoji aka, soqqani tegizga bosib o'tirolmang. Mamlaqa retro mashinalardan ham kolleksiya qilib qo'ying. 77-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Buni holatining deyarligini qarang. Antikvari bahosi uni asosan sostoyaniyasiga bog'liq bo'ladi. Bosib oladigan joyi hoji aka. Buni rangini qarang, ulug' rang. O'zi ham ulug' bo'lib turibdi. Bizda davrlarda elektronli mashinalar bo'lmagan. Biz mana shunaqa mexanический mashinalarni pedalini o'zimiz harakatlantirib vang'illatib bosardik. Voy mashalloh. Bu modelli pavorotning gitari bo'lgan ekan. Ko'rdinglarmi? Biz 3 yoshimizda pavorotni yoqib borilardik. Signali o'sha davr oddiy signali ekan. Bosib kelib uchini tortib, asfaltga ballonning izlarini chizardik. Salon obshipkalarigacha qilingan ekan. Diskasi ham saka diska qilingan ekan. Kalpashoklarigacha turgan ekan. Ballonlari yumshoq rezinoviy ballonlar ekan. Orqasi ham chiroyli ishlangan ekan. Nomeri ham necha? 4117. Mana baland qilingan spoiler bo'lsa kerak-da. Hoji aka, yoshligingizni bir eslab oling-chi. Sizni mashinangiz qanaqa bo'lardi? Kommentariyaga yozib, bitta like bosib, yoshligida shunaqa mashinalarni haydab katta bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham ko'rib, yoshliklarini eslab bir maza qilib olishsin.